Mening do'stim Max maktabda a'lo o'quvchilardan biri edi. U basketbol ham o'ynardi va hamma uni yoqtirardi. Bir kuni maktabdan uyiga qaytayotgan payt Loyi degan qiz orqasidan yurib kelayotgandi. O'sha vaqtda yigitga o'z sevgisini izhor etgan. Oldin bu qiz bilan umuman gaplashmagandi. Yo'q, rahmat. Hozirda qizlar bilan gaplashishni xohlamayman, deb javob bergan va ketib qolgan ekan. Meningcha bu Loyining jahlini chiqargan. Bir necha kun o'tgandan keyin Max odatdagidek uyiga qaytayotgandi. Bir necha bolaning u tomon kelayotganini ko'rdi. Yigitlardan biri "Qayerga ketyapsan?" deb savol berdi. "Uyga" deb javob beradi. Pichoqni chiqarmaguncha uning jahli chiqib turganini bilmasdi. Uzun bo'yli yigit uni yerga yiqitib yuboradi. Qolganlari kaltaklay boshlaydi. Pichoqli yigit Maxning orqasini kesadi. Yaxshiyam bu voqealarni kimdir ko'rib qoladi. U yigitlarga "Bas qilinglar" deb baqiradi. Max og'riqdan baqirganda ular qochib ketadilar. O'tonish odam politsiyaga qo'ng'iroq qiladi va darhol tez yordam yetib keladi. Max bir necha og'riq bilan kasalxonada uyg'onadi. Keyin politsiya xodimi onasiga gapirayotganini eshitdi. "Xonim, biz 4 ta gumondorni hibsga oldik. 3 ta bola va bitta qiz." Hayratlanarlisi, bu qiz Loyi edi. Qiz 3 ta do'stiga xabar bergani ma'lum bo'ldi. Ular bezori bolalar ekan va Maxni do'pposlab urmoqchi bo'lgan. Loyi nomli qiz maktabdan chetlashtirildi va 3 ta bola bo'lsa Loyiga yordam bergani uchun 8 oyga qamaldi.